Jiblon Ohangaron tumanining tog'lar etagida joylashgan qishlog'i. Shahar shovqinidan ancha yiroqda bo'lgan bu qishloq o'zining tabiati bilan bemalol maqtana oladi. Odamlarning samimiy va mehmondo'stligi ham o'ziga xos xislat. Chorva odamlarning asosiy daromadi. Shu bois ham har bir xo'jalikda mol, qo'y, echki boqiladi. Ot va eshak esa odamlarning dastiyoriga aylangan. Chunki bu yerdagi har bir yumush ularning yordami bilan bajariladi. Ammo qishloqqa olib boradigan yo'lning holatini yaxshi deb bo'lmaydi. Mahalliy aholi yumush bilan bozorga, o'quvchilar maktabga mana shunday yo'ldan loy kechib boradi. Kecha o'zim shaharga tushdim. Echkilar shaharga borsa hech kim yengil oyoq kiyib. Bitta menga qaraganga o'xshaydi hamma. Chunki echkilar qalin kiyinib olganmiz, bizda qor bor edi. Gulmira Nurboyeva Angrendan shu qishloqqa kelin bo'lib tushgan. Oilaning asosiy daromadi chorvadan. Kuz paytida meva sotib, farzandlarining kamini qiladi. Yoz faslida oilaning asosiy ishi o't o'rib, pichan g'amlash bo'ladi. G'amlangan o'tlar keyingi ko'klamgacha og'ildagi chorvaga yetishi kerak. Biz agoratda pichan o'ramiz, mashinalar olib kelamiz, pichan qilishga, ortishga, dastaga chiqaman men bolalarim bilan. Pichan o'radi bolalar, men dasta qilib ketaveraman. Baylab ketadi. Yo'q, uni uyib ketamiz. Keyin o'zlari boylaydi, quritib. Olma bor, behi bor, yong'og'imiz bor, hammasi bor. Kuzda sotaman. 2 yildan beri mana o'zlari mashina kelib olib ketyapti Xisizda. Gulmira opa shahardan kelin bo'lib tushgan bo'lsa-da, bemalol eshak minib ot choptira oladi. Eshakni egallab, mana shu qizimni olib, xorjinga solib, men yo'lga tushib ketaman. Katta yo'l, mashina yo'lgacha. 4 kilometr yuraman. O'sha eshakda o'tirib olib. Qizim bilan pirodoqda qilib, yana xorjinga solib, pirodoqdan chiqib kelamiz. Shu yerga kelib, eshak minishni o'rgandim. Ot minishni o'rgandim. Hayotdan o'rgatgan. Bolalarim maktabga chiqqanda katta o'g'lim eshakka men o'tib ketsam, bolalaring nap kelib qarab turasa, eshakka o'rga deb eshakka o'tirg'izdim. Qora eshagi bor edi. O'shanga o'tirg'izib yo'lga tushib borganman. 4 kilometr o'g'limdan kelgan o'sha yerga bor. Hozir men bemalol otda ham, eshakda ham yuraman. Ko'proq eshak minaman. Ikki yoshli Jasmina ham 3 akasi qatori ot va eshak minishni yaxshi ko'radi. Gulmira opa ertalab turib sigir sog'adi. Sutni Angren bozoriga olib borib sotadi. Ro'zg'orini shu tariqa but qiladi. Sigirning sutlari ertaga shaharga olib borib, Angrenga olib borib, bozorga olib borib sotib, chay puli chiqib turadi menga. Uyga nima ro'zg'arim bo'lsa olib kelaman. 3 kunda 15 litr, 20 litr olib boraman.